Gulchilik bilan necha yildan beri shug'ullanamiz? Bu chiroyli gullarni bir nomlarini ayting. Biza gulchilik bilan 3 yildan oshiq bo'ldi shug'ullanyapmiz. Hozir gullarni yaxshi ko'rgandan bularni o'zim shu jilofisi ham qilgan desam ham shu kasbni nima qildim? O'stirishga ishtiroq bilan shug'ullandim. Mana avvaliga bu parniga yo'q edi, bitta uyda o'stiraydim. Keyinchalik bozor chiqa boshlagandan keyin parniga qurib, mana xudoga shukr, ertaga bog'larimiz juda chiroyli bo'ladi. Mana oilangizda nechta kishi ish bilan band bo'ldi? Ishchi o'rin nechta ishchi o'rin yaratdingiz? 4 kishi hozircha o'zimizdan chetdan ham biz ishlashga odam olib kelamiz. Kamiga 5-6 ta qizlar vaqtinchalik ishlaydi. Ularga kunlik maosh to'laysizmi masalan? Ana shunaqa bir endi bir eshitganman, to'g'rimi? Gul ham bir hidi buncha chiroyli, shunday xushbo'y hidi. Gul ham odam tanlar ekan. Hamma ham gul o'stira bilmas ekan. Shu nechog'lik bir to'g'ri? Endi birinchidan gulga metr qo'yish bir bo'lsa, ikkinchidan e'tiborli bo'lish kerak. Shunga qanaqa suv solish kerak, qachon suv solish kerak, qayerga qo'yish kerak, shularni birinchi o'ringa bilish kerak. Nima kishi ham qilishi mumkin, lekin ishda yo'q, mana shunga havas qilmagan odam qilmaydi. Demak, gulni yaxshi ko'rish kerak. Nomi nima dedingiz shu gulni? Liliya. Qo'lingizdagi bular Guzmaniya deydi, bular chetdagi kelibdi. Traditsiyalar bular Algeriya deganlar. Bu nima edi? Bu qaysi gul? Bu kofe tarafda deydi. Bular chetdan kelibdi, lekin juda chiroyli ekan. Juda chiroyli.